Ya ja bunchalik tepib berish shart emas. Varatal qo'yapti. Qayt to'simay. Mana varata biyadi jigarim. Varata biyadi. Meni nima tepyapsiz? Meni nima tepyapsiz? Shukurib O'zbekiston istimamiz yo'qmi bizni? O'ynaylar, out yo'q. Out yo'q. Achib ketavering. Oyoqqa chiqavering, men out bermayman. Ketdi hujum. Ketdi. Pas bering. Pas bering. Pas bering. Mana pas bering jigarim. Sherimiz biz, bitta komandamiz hamma ko'k kiyimdagilar. Buni bo'g'rang kiyimdagilarga qarshi o'ynayapmiz biz. Bilmayman, o'zim bo'lay deyapsizlar. Varatalimiz yomon aldadimi? Haqiqatda yomon aldashyapti bular. Kolumbiyalik. Tepaman deb tepmayapti. Ketdi, uzun uzatma. O'g'lon nima yotibdi ona kolumbiyalik? Nima bo'lyapti ona bolaga? Nima tutgan ag'i bormi buni? Nima bo'lyapti ey? Turay. Ona nima? Bizniki, biz yutayotgan bo'lmaymizmi? Adashib nimaga oldi? Qachon o'zgarib qoldi ona tablo? To'xta, penalti. O'zgartirib qo'yibsizlar, penalti. Men bilmayman, penalti ber. Tepinchigarim endi. Bunaqa vaziyat har doim ham bo'lmaydi. Mayada varata, mayada-yu. Boshqatdan penalti. Biz charchodik shekilli. Boshqatdan penalti, boshqa odam tepadi. Fayzullah tepadi. To'sib oldi-yu. Varata. To'pni o'tkazmaguncha qo'yib beraman penalti. O'tkiz hozir. Bo'lmasa vechna o'yinda orgacha penalti tepamiz biz o'zbeklar. Bular haqqoniy o'ynamayapti. Biz tabloda qaranglar, biz yutayotgandik-ku. Haqqoniy urganmiz birinchi golni. Ana. Biz o'zimiz varsa tepmayapmizmi? Nima bularga yozilyapti o'g'ildan beri? Bularda bayrog'iga 2 yozilyapti. Tabloni buzib qo'yibsizlar. Biz biyoq ko'rsak ham bizga yoziladimi hozir? Biz vechna yutkazishimiz kerak emas Kolumbiyaga hozir shunda. O'ynamayman men unda. O'zi chiqinglar o'ynamay. Haqqoniy emas ekan bular.